Assalomu alaykum do'stlar, Start Money kanaliga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan Telegram bot orqali sarmoyasiz har kuni 500 rubl topishni o'rgatib o'taman. Videoni boshlashdan oldin shu YouTube kanalimizga obuna bo'ling va bir dona shu videoni like bosing. Like bosib obuna bo'lganga kattakon rahmat. Unda biz videomizni boshladik. Mana do'stlar, bugun sizlar bilan shu botdan pul ishlab ko'ramiz. Uning uchun bu botni silkasini opsiyaga va kommentariyaga bo'ladi. Bu botni Telegram kanalimga tashlab qo'yganman. Mana Telegram kanaliga o'tib obuna bo'lib va konkurslarga qatnashib pul mukofotini yutib oling. Konkurs hozir ketmoqda, bemalol yutib oling. Shu botga o'tganingizga silkasiga bosasiz va bu yerda start tugmasini bosasiz. Bu yerda bo'limlar ochiladi. Eng asosiy bu bo'limni yerda zarobotikni bosasiz. Zarobotik bosganingizdan keyin botning 4 ta kanali bor. 4 ta kanalga obuna bo'lasiz. Mana do'stlar, obuna bo'lgandan keyin 4 ta kanalga ham zarobotikni qayta bosasiz. Mana siz bosgandan keyin shunaqa bo'lim ochiladi. Bu yerda pul ishlash bo'limlari ochiladi. Bu yerda kanalga obuna bo'lib, botga start bosib, guruhlarga obuna bo'lib va bu yerda bonus 1 rubl bonus ham olsangiz bo'ladi. Bonus ustiga bosasiz. Bu yerda birinchisidagi bonus ustiga bosasiz. Sizga avtomatik 1 rubl beriladi. Bu yerda 1 rubl bergan ko'rish uchun moy kabinet ustiga bosasiz. Mana bizning hisobimizga 1 rubl berdi. Mana yana qayta zarobotik bosamiz. Bu yerda kanallar bor. Kanallarga obuna bo'lib, ishlasa bo'ladi. Mana obuna bo'lasiz va ikkinchi sakini bosasiz. Mana sizga 0.5 kopeyka bo'ladi. Yana zarobotikni bossangiz, mana bosgandan keyin bot bor bu yerda. Botlarga ham shunday qilib beriladi. Botga bosganingizdan keyin u yerda xabar beradi. Xabar bergandan keyin bu yoqqa tashlaysiz, avtomatik sizga 0.5 kopeyka beriladi. Xo'sh, bu yerda bu bor. Har bir ana bu shu nima sen ustiga bosganlaringizdan sizga avtomatik tarzda 0.3 kopeyka beriladi mana. Xo'sh, bu yerda guruhlarga ham guruh yo'q ekan, bor ekan guruh. Mana guruhga ham shunday xuddi shunday obuna bo'lib, mana qo'shilish qilasiz. Qo'shilish qilgandan ikkinchisini bosasiz. Mana avtomatik sizga 0.5 kopeyka bo'ladi. Bu yerda sizga tushuntirib o'tdim hammasini. Bu yerda zarobotik zadaniya ham bor ekan. Mana zadaniya hozirda 120 rublik zadaniya bor ekan. Mana 2 rublik zadaniya bor ekan. Mana shu kanalga obuna bo'lganingizdan keyin sizga 2 rubl berilar ekan. Keyingi zadaniyani bosamiz. Keyingi zadaniyamiz ekan. Bunga 2 berilar ekan. Yana keyingisiga o'tmoqchi bo'lsangiz, bunisiga 100 rubl berilar ekan. Mana eng katta zadaniyalardan biri. Buni qo'lga tekshirilar ekan. Skrin tashlaysiz bu yerda. Mana bu yerdagi ana shu 3-dagi bosasiz. Bu yerda avtomat odam tekshirib chiqadi buni. Tekshirib chiqqandan keyin sizning hisobingizga, botning hisobiga 100 rubl to'ldirib beradi. Tushungan bo'lsangizlar, bu yerda referral bo'limi bor. Referraldan har bir referralingizdan 6 rubldan beradi. Bu degani siz 100 ta odam chaqirsangiz 600 rubl degani, siz 1000 ta odam chaqirsangiz, sizga 6000 rubl beriladi. O'zining kanali va shunga o'xshagan ijtimoiy tarmoqlarga tashlasangiz bo'ladi. Har bitta o'tgan foydalanuvchi va bitta bonus olgan foydalanuvchi bonus olishni o'rgatib o'tdim. Bonus olgandan keyin sizga avtomatik tarzda 1 rubl taqdim etadi. Bu yerda igra bo'limi ham bor. Igra o'ynasangiz ham bo'ladi. Keyin bot haqida ma'lumot olsangiz ham bo'ladi. Siz bosasiz. Bot ochilganiga atiga 4 kun bo'ldi. Mana do'stlar, bot ochilganiga 4 kun bo'ldi ana. Hozirdan 1296 ta 1300 ga yaqin obunachilari bu botni. Bugun kirganlar soni 28 ta. Bonus olganlar 3400 ta,
bot endi ochilgani sababli hozirda 191 rubl to'lab bergan bot. Bu yerda mo'y kabinet bosasiz. Mo'y kabinet bosganingizda siz bu yerda pul to'ldirish popunlik bor va VSVSni bosasiz. Bu yerda pul chiqarish bor. Pul chiqarish ustiga bosgan vaqtlar sizga shunday deydi. Siz pul chiqarish uchun bitta bonus olishingiz kerak, bitta kanalga obuna bo'lishingiz kerak va ana ko'rsatcha bor-ku, o'shanda 5 ta ko'rishingiz kerak dedim. Ko'rsatib o'tdim buni. Keyin botdan bitta bajarasiz va 5 ta do'stingiz taklif qilganingizdan siz minimal summa chiqarish bu yerda 60 rubl ekan. Keyin 60 rubl yetgandan keyin payarni ustiga bosasiz. Bu yerda keyin payar raqamingizni kiritasiz. Mana kirgandan siz mana o'z balansdan 2 rubl bu chiqarib bo'lmaydi. Minimalga bu yerda 60 rubl deyilgan. Ko'rib turibsizlar ana. 60 rubl qo'yilgan, ashib kelaverdi chunki 60 rubl yo'q meni balansim. Xo'sh, botni to'liq tushuntirib o'tdim sizlarga. Botdan bemalol ishlasangizlar bo'ladi. Shu Telegram kanalimga ham o'tib obuna bo'lib qo'ying. Bu yerda konkurslar 15 rubldan 20 rubl bemalol katta konkurslar o'tibdi. Bemalol o'tib konkursga qatnashib rubllar yutib oling, pul mukofotlarini yutib olasiz. Bugun video shulardan edi. YouTube kanalimizga obuna bo'lib, video like bosing. Keyingi videolargacha